Xitoydagi eng arzon do'konlarni va nihoyat topdim. Xitoy kursimga ko'pchilik yangi potogimni kutyapti. Bilasizlarmi, birinchi 10 ta qizga 50 ming so'm narxda skidka narxda o'rgatilinadi. Bu sviterlar narxi necha pul deb o'ylaysizlar? $7 boshlanadi. Krossovkalar narxi $10 boshlanadi. Bunaqa sifat, bunaqa vibr hali hech qaysi bozordan topolmaysizlar. Xohlasanglar donaga, xohlasanglar optim olib kelib sotsanglar bemalol foyda tagida qolib ketasizlar. O'zim shu dazillarni olib kelib sotdim. 1 yil bo'ldi, haligacha maza qilib ishlataman. Yaqinlarim, klientlarim hammasi juda ham xursand. Shu sumkalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, bularning hammasi $7 dan boshlanadi. Eski kiyimlarni gapirmasam ham bo'ladi. Suv tekin narxlarda. Bularni ko'rib maza qilib shopping qildik. Bularni o'zini narxini eshitganingizdan keyin umuman magazinlardan shopping qilmay qo'yasizlar. Meni videomni ko'rayotgan magazinchilar menimcha meni hozir yomon ko'rayotgan bo'lsa kerak. Kursga yozilish uchun kommentariyaga Xitoy so'zini yozib qoldiring.